Assalamu alaikum, hürmetlik teletomoshabin. Efirimizda hazırkı zaman kahramanları programmasi. Bugün bizde mehmanda Alg'abas mahallesining bosh yigit-beshi Zulyarov Tursunjon akamiz. Aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom ukam. Studiyamizga xush kelibsiz. Rahmat. Endi sizga birinchi qo'ydigan savolim shu Alg'abas mahallasi haqida qisqacha aytib o'tib ketsangiz. Durust. Alg'abas mahallesi bunu 1980 yıllardan başlap bizning millatning vakilleri bilan to'lqishga başladı. Mana mushkamgacha kelyapti. Alg'abas mahallesi hozir 500 ga yaqin oila turdi. Endi hozir biz yigit boshlab 3 ga bo'linib nim qildik. Bo'linganda Juqaqi mahalla, u yerda Bakam Mirzayev deb inimiz boshqurdi. Tüvenki mahalla, u yerda Tayirjon To'xtaqonov inimiz. O'tirliqda, u yoqda Azatjon Imerov. 30 adam bo'lgan. Bir muhim ish bo'lyapti, atga 30 adamga. Shuningda nimalar bor? Hamma narsa tayyormi? Hemen var mı? Çöbün, kuş hemen var. Nem gerekli şu anda içler. Полный комплект dedi. Da komplekt bize. Komplekt çıkıp veririz. Hepsi var. Kazanın ocak hemen çıkıp veririz. Koşuk var. Hemen var. İşlerler 7 dolu ordusu var. İçine derse Var. çaylıklar hepsi var. Küçük koşuk, yuvan koşuk. Hemen yeterli kaldı. Biberler var. Salatınki içinde hepsi var. Optu vakti. Alg'abas mahallesining yigit-beshining o'rinbosari bo'laman. Yigit-beshimiz Tursunjon akam Zulyarov. Yashadi biz endi Alg'abas mahallesida endi hamma mahalladek biz shu unumli turyapmiz. Hammamiz birikib karantin vaqtida bir-birimizga yarlik bo'lib, yordam qilib bir-birimizga muhtojlar hamma mahallada bor muhtojlarga yordam qilyapmiz qo'limizdan kelgancha. Jutun jig'ilib, har yoqdan jig'ilib, unumlik bo'lib, yordamimizni qilyapmiz qo'limizdan kelgancha endi. Jutimiz endi bir 500 semyadak bor. 500 semyadak Alg'abas Juqa to'van o'tirib bo'lib, 500 semyadak bor. Hammamiz har yoqdan kelib, jutimiz ko'paydi. Jut degandek bu yerda yaxshi edi, shu yigit-beshlarning so'zlaridan chiqmaydi. Bək desə bək deb aslanın gepidən çıxmaydı. Deginimizdə musa yer taşlamaydı. Endi Azatjon deb aytib ketdim, onun balısımı hozir bala, o bal degan bizning kelajagimiz qo'y. Bizningki xalqimizningki bir shaxsiy. O balningmi kadimki og'rig'i kadimki bor, uni miyasini operatsiya qilish kerak ekan, uni bu yerlarda qilolmaydi ekan. Onu Turkiyada qilish kerak ekan. Uni birinchi maygacha yetkazib kelinglar dedi, uningga xarajat yig'ilmay qoldi. Endi hozir biz yana UABlarga e'lon qilib, axborotlarni berib, yig'ib, shu Istanbulga ashaqqa avtishga tirishayotimiz. Jut tushundigandu bu daqchalarni ya. Tushundu, jutimiz tushunib, hammasi abayman aytib ketdim-ku. Bir yoqdan bosh chiqarib, bir yoqdan qo'l chiqarib yardımın qilyapti. Kimning qo'lidan keldi? Beparvo o'tamayotdi. Qarayotdi hammasi. Rahmat jutimizga bizniki Alg'abas jutiga ko'p rahmat. Hammasi inoq, yaxshi yashab yuribdi. Endi bu burun, endi buni hozirgi mana bir yil Qozog'iston Respublikasining mustaqilligininki 30 yilligini nishonlab o'tkazyapmiz. Mana shu mustaqillikning aqsida boshqa xalqlar bilan birga bizning Uyg'ur xalqimi cho'ng natijalarga utuqlarga yetdi desak bo'ldi. Uning ichida bizningki urf-odatlarimiz, unutilib qolayotgan an'analarimiz qaytadan rivojlanishga boshladi. Shuning ichida boradigan bo'lsak, yigit boshlar. Yigit boshlar. Endi yigit bosh bo'lgandan keyin o mahallede toy tökümü boldu, ölüm jitimi boldu, nerota, berota degen mi boldu. Endi odamzod bo'lgandan keyin, mushlar hammamiz qatamanadigan ishlar.
Әнде азыркы вакытта әнде мұны бұлту бийыл пандемияға бағылық кішкенаң той төкүнләр әммесі қысқырылды. Үйәді мысалға алсыған болсақ, бір той татып кегедек болса, өзлері 5-6 адам білалар никасын қиып еп кетіштеп мұшы біз жігіт башлары. Бұл жұқыр яқтың біздіңке Алатау нәхиясыныңке баш жігіт беші Махмуджан Мансуров, шындақла мәдениет мәркізіміздіңке Алатау нәхиясыныңке Тұрған Жаңака Юсуповла, мұшыланың етқаларыны біз орылап, той төкілеріне шындақны қуатымыз. Әнді өлім жітім ішлерімі шындақ болып қалды. Үйәгім әнді нәзір чырақланы, немләні адам көп шығынбасқа. Өзімізді аяшқа, башқа қеріндаштарымызды аяшқа қарап, шыны ішланы еп кетіп барымыз. Әнді алға бас мәнісі де, мұны бұлтудың башлап ең етіп өтіп кеттім ғой, пандемияға бағылықты. Мұшы пандемия вақтыда башқа халықлар білән қатар біздің қеріндаштарымызға кәдімкі еғірчілікқа түсті. Кәдімкі. Себебі іш орылар қысқырап кетті. Іш орылар қысқырған кен көп яшла іссіз қалды. Әнді чоңла пенсиясына еп жүрген білән яш айелі, оның декен мұны көп балықла, жітім есірлерге кәдімкі өзіңке тәсірін тәккізді мұшы пандемия. Шу вақты бізді әнді алға бас жұтыды біздіңке бір нәрсін етіп өтіп кетей. Мұшы 500 айелініңке айел ба дедім ғой. Мұшы 500 айелі кімнің жағдайы келді, кімнің тұрмышы яқшы. Мұшыла алға басыныңке фонды ба. Жылығы 1000 тәңгедіп. Шу фондқы 1000 тәңгеден ташлап тұрды. Жітім есірлерден, тұрмыш начарлардан елінмайды, қағаладың. Бұл тоғы шындақ, биылмы шындақ шығып, бұл тоғы ойетті айеліге озық түлік себеті даймыз ғой, корзинелеп. Ол шындақтың ярдам қылдық. Оныңдан сырт ақшы тәрпіден, мысалға алдыған болсақ, 5 бала бекватқан, яңғыз бекватқан yolуш қайшып кеткен Гүлмира деген сыңлымыз. Оларға ақшылық ярдам бәдік. Нам живется очень хорошо. Здесь дружный коллектив. Соседи все хорошие у нас, дружелюбные. Всегда помогает. Уже сколько раз у меня дедушка, бабушка как это. Нету их, помогает, постоянно приходят, узнают, как мы живем, как наше здоровье, все интересуются всегда. Хорошо, рахмят вам большой. Вот меня дома не было, они, кажется, пришли вместе. Жигит Бише, Турсунджанака и Алим Бивир. Рахмят вам большой, большой рахмят вам. Желаю вам крепкого здоровья, чтобы вы не болели. Сейчас такое время, все болеют. Еще у нас здесь Жигит Бише есть, Бахрам Джанака, еще Ясанака. Большой-большой рахмят. Онудан сырт, оны азырқы вақытта ағырық сылақым болып кетті. Ағырық сылақлада Gaymışlarınki çamız keldi, sakaytışqa, gaymışların sakaytışqa çamız kelmeydi. Şundaq ayellerden bizden alğa bastıma bir netisi bop kaldı. Misalga atab etilgan bolsaq, bizniki Roşangül degen singlimizmi operatsiyasiga şundaq hijalat bopnum qildi. Biz bularning hammasiga 50 ming tangiden hammasiga o'xshash bo'lib yordamimizni qildik. Va endi keyin yana kimga yordam qilamiz, buni endi qaraymiz. Bundan sırt özümüzden jutdan sırt bizninki buna ittifaq qurilgandan keyin biz boshqa mallarga özümüzniki mehr muhabbetimizni, ko'mchanligimizni ep ketib baramiz. Shu jut bo'lib. Buningga abay etib o'tib ketdim. Alatav nayasinki bosh yigit beshi Mahmudjon Mansurov, shundaqla Turg'anjon Yusupov, buni bizninki shaharlik madaniyat markazininki reisninki o'rinbosari Isqaq aka Laqmanov, mushularninki yo'l yo'rig'i aqsida biz boshqa mallarda nima bo'lyapti, nima aytilyapti, ularga qanday yordamimiz kerak, qanday qo'l uchimizni sunamiz, shularni o'ylashtirib, shular orqali biz biroz masalalarni nima qildik. Misolga olgan bo'lsak, bu yil qishda ujet malisida ish ko'yiga o't ketdi.
jutning fondidan ham jutimizdagi jan ko'yarlar o'zlari alaytan kasbiy golti bilan o'tibdi. Jut nomidan biz yordamimizni qildik 2 oy yiliga. Undan sirt buni shaharlikdan buni ittifoqning qurilganidan keyin bir yaxshi yeri buni shaharlik o'sha oblastlik darajalarga chiqib ketib boramiz. Qayerdan bo'yotadi Uyg'ur xalqi buni ancha eran qilmay o'zimizning jutning ichida bo'latdik. Bultu aldigan bo'lsak, bizning bir qarindashimiz 2 bolasi bilan uysiz, makonsiz qolgandi. O'tmishoningga shaharlik madaniyat markazi bilan qo'shilib Yigitboshlar ittifoqi birikib biroz xarajat chiqib Ashbuloq degan yezdin bir 5 million tangaga yaxshi uy ilib berildi. Onun sirtidan yana respublika darajasiga chiqdik. U yerda o'zinglar bilsizlar, uni bultu o'zoq bo'lib ketgan voqealarni Ars shahridagi mana harbiy poligonninki skladida portlanish bo'lib, u yerda talay xalq zardab chekdi, uylari vayron bo'lib ketdi. Ularga o'zimizning qo'ldan kelgancha yordamimizni qildik. Undan sirt bunu O'zbekiston Cumhuriyetidagi to'sma yerlab bizniki bunu Janubiy Qozog'istondaymiz. Hozirgi Turkiston oblasti, Mishatga Maqtaral rayonida biroz uylar suvning ostida qoldi. Ko'pligan yezlar qoldi. Shularga o'zimizniki qo'ldan kelgan qo'l uchimizni sunib yardımımızı qilyapmiz. Endi Uyg'ur xalqi degan o'zi burun-burundan ajaldan kelayotgan xalq-ku, bir-birisiga ko'yinib, ichinib, bir-birisiga qo'l uchini beray deydi. Sababi 2 Uyg'ur bo'lib qolsa yoki 3 Uyg'ur bo'lib qolsa, arsida birini cho'ng deb ya 25 qilib saylab qo'ydi. Undan sirt endi o'zimizniki aytib o'tib ketdim. To'y to'kim bo'ldi, o'lim jitim bo'ldi degandek. Ularga tayyor turishimiz kerak. Sebebi ölüm uzatkan öy qanday ahvalda bo'ldi. Onun qanday jag'diyi. Bularga biz o'zimizniki qo'limizdan kelgan yordamimizni ularni xijolat qilmay, shu kelgan jirahiqindan kelganimini, o'zlariniki yashadi, tuproq masalalarini hammasini yeshib, ularga kishnagan yenikchilik shunaqa ishlarni qilyapmiz endi. Endi bu jutning qilayotgan yaxshilig'ining orqasida sizlarning amgiginglar zo'r deb o'ylayman. O'zingiz haqida endi to'xtab o'tib ketsak, mushu xizmatga qanday keldingiz? Nima sabab bo'ldi bu Yigitboshlar xizmatiga kelishga? Endi men bu yezda o'sha 30 yilga yaqin vaqt turyapman. U yoqdan o'sha bizning mahallimizda aytib o'tib ketdim, 80-yillardan boshlab kelishga boshladim. Hammasi har yoqdan kelgan. Qarindoshlarimiz bu bir-birini to'nib, bir-birisi bilan ichsir elishib, nimqacha uzoq vaqt o'tib ketadi. Shu men ishlab, o'zimniki bir kishilik tirikchilikni ishlab yurdim. Mana 2 yil burun bizniki cho'ng yigitbeshimiz Hasan akam Masimov men yeshim cho'ng bo'lib qoldi. 70 ni ochdim. Sizlar yoshlar tug'anda deb meni biroz vaqt o'zini yeniga evjidi, qayerda qanday, meni qayerda qanday, qaysi kimniki jag'dayi qanday. Bu Yigitbeshniki yana bir yetib ketilgan narsa. Shu malda tug'an har bir ayolniki jag'dayini bilish kerak. Yigitbeshi. Turmush qanday, minaz xulqi qanday ularniki. Ularni bilmagicha o Yigitbeshi o'zining ishini yaxshi atqirib ketamaydi deyman. Shu Hasan akamiz bizni işte bir yil işte o'zi bilan birga ep judi, o'zimizniki buni respublikada chiqayotgan Almuta shahrida chiqayotgan 2 gezitimiz bor. O'sha gezitga yezish masalalari to'g'risida Uyg'ur ovozi, Aziya bugun gezitlarga mushtir to'plashda shu vaqtlarda uyma kirishib, hammasi bilan tanishib, jag'dayini ko'rib, shunday qilib endi xalqimiz va yurtdoshlarimiz meni talab oldi. Endi men xizmatiga tayyor. Razı jut razıdır. Endi jut menda rozi bo'lsa, men jutimdan rozi. Bir-birimizni tushunib, ovqat qilsak,
Вот biz yalğız özümüz üçün emas, bunu kelечек avlod üçün tirikchilik qilamiz go. Вот bizga qarab, balalar qanday o'sadi. Вот aşı balalarni özümüzde mi yaxshi darajada bo'lsin, köyümchan bo'lsin, mehribon bo'lsin, emgakchan bo'lsin deb şu tirikchilik bilan shunday qilib yuribmiz mana shu kunda. Endi bayağı kichkinam qurilgan Malishida qurilgan kichkinam ittifoqlar to'g'riliq aytib o'tib ketsangiz, qanday bir ittifoqlar qurilgan, oqsoqollar kengashlari bormi sizlarda boshqa mahallalardagilar o'xshash, xodim qizlar kengashlari bormi? Durust aytasiz. Bu yerda endi bizning mahallada madaniyat markazi Ro'shanguldan boshqurdi. Endi xonim qizlarni bizni boshqurayotgan Olim buvi Baratova. U qizning emgigi ko'p. Mushu mana bir yildan eshib qoldi, mustaq jag'day bo'lgandan keyin o'ziniki bar kuchini uyini o'qitni qo'yib, uyini o'qitib qo'yib, ashu sirtda qiynalayotganlarning uyma-uyga berib, yordamini qilib, buni WhatsApp deymiz-ku, hozir chiqib ketdi. O shuning orqali tarqitib, shunday qilib ketdi. Assalomu alaykum. Rahmat. Tutgan rozlaringlar qabul bo'lsin, kelayotgan hitoyamlar muborak bo'lsin. Biz Algabas yesida nurg'unilgan Uyg'urlar yashaymiz. Har yoqdan Uyg'ur rayon, Kengash, G'aljat, Ketman, Dovun, shundaqla Zarivostok, Drujba yaxshi yashaymiz. Bir yerlerde birler ağır etipti, meyli Zarivostok bo'lsin, meyli Ujet bo'lsin, hammaga Uyg'ur qizlar, xonimlar biz bir guruhda o'tirmiz. Shunchalik yaxshi o'z vaqtida tishlarni yig'ib, yordam qilib qo'lishimizni so'zimiz. Shundaqla Algabasda bo'layotgan shu karantin vaqtida qanchalik odamlar og'riryotdi, kimlar yeb ichmigi oz, ishlamayotgan vaqtlari hozir buni karantinda 2 yil bo'ldi. Nurg'un semyalar ishlamay yashash qiyin bo'lgandan keyin Tursunjon akam, Jigitbeshi hammamiz Hasan akamlar bilan bir bo'lib, kim qanday yashayotdi deb qo'l uchimizni so'zib, xonim qizlar shundaq nurg'un aqchilarni yig'ib, hammasiga yordam qo'limizni so'zyapmiz. Jigitbeshlarimiz shundaq yaxshi ishlayotdi. Biz Algabas judibki hammamiz shundaq chiroq yashaymiz. O'lim jitim bo'lsin, to'y tekin bo'lsin, hammaga qo'l uchimizni so'zib, kim qanday turyotdi, berib uy jigitbeshlar bilan qarashyapmiz. Endi mushu jut bo'lib aytyapsiz, o'zingiz boya aytyapsiz, jut bo'lib boshqa mahaldagilarga xizmat qilyapmiz, yordamimizni ko'rsatyapmiz deb. Endi shu mahalning ichidan chiqqan jag'day qiyin oilalarga tabiat ofatlaridan zardab chaqqan oilalar bor. Shundaq oilalarga xizmat ko'rsatlasizlar, deyman. Durust aytsizlar, abay men yetib o'tib ketdim. Hammasiga 50 ming tangadan bo'lib oqsoqollar bilan qilib. Undaq misolga aytsam, yangi aytgandek Gulmira degan qizimiz 5 bal bilan yolg'iz naqib qoldi. Uningga shu koordinalardan nimalardan sirt Juqoq mahalda Bakram Mirzayev degan asha qaraydi Juqoq mahalga. U har oyda ahvolni bilib turdi. Uning sirtidan biz yana aqchilik yordamimizni buni 23-mart kuni yordamimizni qildik. Onun sırtından Rahilam Musayeva degan qizimiz bu yıqilib ağrıp, egir ağrıq duchor bo'lib qolibdi ekan. Uyda yetibdi. Uning bir inisi bazada haro ishtirib tirikchilik qildi. Ana ularning topgan puli nima bo'lib ketadi endi? Buni pandemiya vaqtida bazalar to'xtab qoldi, ularning sinib qoldi. Hadisi andaq egir ahvolda qolibdi. Shuni bilan men buni xonim qizlarninki boshlig'i Olim buvi Baratova bilan maslahatlashib, Hasan akamiz bilan maslahatlashib, uyga berib, uylarni ko'rib, jag'daylarni ko'rib, nima qilsak bularning uylarni kichkina buni vremenka deymiz-ku, shundoq sep qo'yganki, hech qanday hujjatlari yo'q. Yaning hujjati yo'q, uyning kimi yo'q. Bir vaqtlarda shu 90-yillari ko'chirmasi bilan, dokumentning ko'chirmasi bilan birdan setib olganki, shu qilpilik qapti, atanisi qaytishib ketgan, balalar uningga ancha ma'no bermagan. Oxiri kelganda bu qizlarni больницаga yotqizganga, pensiyaga chiqarish kerak. Shundaq masalalar tug'ildi endi. Shu vaqtda propiskasi yo'q. Uyim joy yo'q. Shuning bilan abayman yetib o'tib ketgan xonim qizlarninki boshchisi Olim buvi singlim medik doktorlarni akib
бұяқтан қойып, оның сыртыдан бұл қағазны кім аған, кімден аған, қандақ болған, шуланы біркеп біз ешіп, осы 2-3 аптаның ішінде о адамнан тепіп, әнді документлері тепілмеді, башқа бір әшу земельный комитетті іштеп атқан балалан тепіп, олар арқылық оларға әлайтан ақша бөліп, 300 мың тәңгедек бәді қашы документлеріне әмісін қайтадан архивладың башқының етіғеп, башқының жөндеш керекті. Бұрын Қарасай район нәйәсі де, әнді Алатау нәйәсі Алматы шайыры көтіп кетті. Бұл біраз қиыншылықтан тұғдырып атыды. Әнді бұланы әң мұғанда шу яны, өйіне заңлаштырып бәсақ, оның екен ау сыңлымызны пенсиясын жөндеп бәсақ деп. Шу мәселені азыр қараштырып, doktorlar kep adır, okolunu sep, sistemsini koyup, şundak ketip bardı. Meşede ben Algabas Müsüdü'de bana 20 yıldaki turdum. Ben Tursunca Musay. Ketmende küçük köygen mesela. Armeni'de ötüp mesela köygen. Meşe Algabas suratme. Müştak adam çıkılıp jütla yardım kuatıdı. Jüt ki Tursun akamla anedemle mesela yardım kuatıdı. Jüyünün takimiyetin jüyünde Nukarman. Zem çıkı balamba, ayalan şu. Meşed turatme. Şu rahmet, yardım kuatkanlığa. Әдәкі мұшы жұт ішіде еліп беріп атқан той төкінлерді сыйлық тәріпідің болсын, нәзір чырақлада мадди ярдәмлі тәріпідің болсын, қандақты бір өзгірішләні өзгіртме деген ойыңыз ба ма? Мұндақ қысам, келешекте мұндақ болса, мұндақ тәлеплен қойсам жұтқа дегендек бір ойларыңыз өзіңіздің. Дұрыс қойылған суал бұл. Бұл әнде көптің ойды ба? Көптің ойды ба? Мысалға әнде бұл суалға жауап беріштің бұрын, мен бұрынғы уақытыны етіп өтіп кетейін. Бұрынғы уақытта мұны жігіт башыла құрылымға уақылада, мәдениет мәркәзлері құрылымға уақылада. Бір мәлі білән, ішкінші мәлі тойласса, арада бір жедел шығатты. Селік мәселесі тоғырлық. Шының арқылық ішкі құда ямалым оп қалатты, якумсы балаларыныңки бәқсі шығылып кетатты. Шындақ жағдайларға мәмізен бір нәтісі гуа болған. Шу заманларды шындақ болады. Әнді мана яқшы Қазақстан Жұмыриетіміз өзінің мұстақылығын ағанды кен, мана 30 жыл болып қалды дедік қой. Кәдімке яқшылықла әнәні кеватыды, бұрынғы ұнтылып кеткен нәрсілі. Әнді мұны жігіт башыла итпақы, бұл азыр бір езілі емес, облыс, республика дайырсыда мұшы той мәселелері сіз етіп кеткендек, елік сыйлықланы бір рәтке келтіріп қойды. Қайсы мысалға біздің Алғабас Яркеттің болсын, Үйғыр райондан, Челектің болсын, қаяқтың құдылышыды, ішкі патшы неміне беріп қойды қағазда, ішкі яқының оқшашла, оқшаш, мана мұшыны, қағынны ішкіңла келесілі, келшемген еріңла болса, жігіт пеші мана, дейді, шының бән той төкілі, ішкінен яқшы бұй yolғы сенді. Әнді өлім жітім дегеннің әнді оның yolu başqa o әнді. Bir adam әнді жығылап қақша жүріп атыды, ұндақ батыды үйеге әнді. Біздің ұрып әдәтлердің көп мұны пәйшәмбілік деген нәрселәні кішкінен болдырмасының қылдық. Әр пәйшәмбі күні кеп Ular jit saldı, yani kalayım kan kıldı. Çıkım çıkıdı. Benim bu oyum, ne için peşemlik kıldı deyip üzem durup oylayğınım. Sebebi bizim Uyghur halkıda şu ölüm çıkan uyga ayalla çay içirip geldiğin. Şu çay içirip gelgende her qaysı her vakti kelmesi için bir peşemlik gününü belgilep koygan meken deyip men üzemnin bu men şahsi fikrimde şundaqta peşemlikni özümüz açtaq oylap çıkırıp algan deyip. Bu Atı xıracat. Atı xıracat bu. Atı xıracat. Məsələn, bir peşəmbilik bolsun məyli. Şu 40 günü geçe şunda qıldı. Öy egillerine bir aramlıq hasıl qıldı. Ola jığlap qaqşap atamdı. Andaq jagdıyı, xıracat jagdıyı ve başqa akazlar bağı. Ulan həmisi etmə. Mana şu peşəmbiliklərini endi asta-asta qısqartıb atıdı. Hasan akamның bağı vaxtın. Onun için Nazır Çıraklağa burun bizde samsa, onun ki toxu göçlerini
hamma narsalarni qo'yib ketilganda nazarcha. Endi ashyaga so'q yana boshqa bir bilan qo'ysa to'y o'xshashli bo'lib ketadi-da. Endi shularni qisqartib nazarchiroqqa polo, say, petnusitga tatliq turmay. Bo'ldi. Shundan bilan bo'ldi qilib. Bu uy egillarga u kimning beshig'i kelmaydi u? Hammamizning beshig'i keldi undaq joylar. O'tmuş shularni bizning malda boshlab shu elib berilib oldi. Yaxshi asta yo'lga kelyapti. Asta. Endi jut ichida ishsiz yurib qilayotgan yoshlar bo'lsin, boshqa odamlar bo'lsin, ularni bir to'g'ri yo'lga selib yoki bo'lmasa o'zinglarning bir yordaminglarni ko'rsatgan joylar bo'lib qolamdi, ishsiz yurganlarni jutning ichida. Jutning ichida bizniki buni keyingi endi hozir ilm fan taraqqiy etib ketdi, texnika taraqqiy etib ketdi. Buni WhatsApp degan chiqib ketdi-ku hozir. Yoshlar. Shu WhatsApp orqali o'zimizning qarindoshlar o'zimizning balla bo'lsa deb aytib E'lon qilindi. E'lon qildi. Shu vaqtda biz shu jutqa taqitimiz. Undan keyin alaytan berib kim ishsiz yurdi? Shular bilan shaxsiy o'zi bilan paranseishimiz. Uning qanday ish kerak? Nima ish kerak? Sababi burungi ishi qisqartirilib ketdi. Endi buni ishda yoqmasa biroz vaqt bo'lsin o'shanda ishlab o'rganib ketasa degan ishlar bilan undaq joylar bo'ldi. Biroz bolalar mangda shundaq ishlarga 4-5 e'lon bo'ldi, shundaq ishlarga. Bo'ldi. Endi menga aqchiliq yordam qilinglar degan hech kim undaq etmedi. Undaq bo'lmadi endi. Biz etib turmiz. Joyinglar ig'ir bo'lsa, etinglar deb. Sababi bor-ku. Gamishlar hech kimga etmaydi, unutmaydi. Berib bizning juttum bo'ldi, endi bu boshqa millatlardan bo'ldi. Birini bulab talab ketish, o'ldirib ketish, o'g'irlab ketish. Uning qaraganda kelib malimizga yigit beshig'i kelib, jag'dayini etsa, bizniki fondda aqchimiz bor, yordamimizni qilamiz. Kichkinaning o'zining yo'lini tepag'icha yo'l yo'rg'ini etimiz, maslahat beramiz. Boshqa birlarda xabarlashib shu tiklar bilan kimning yeniga kerak ishchi. Shunday qilib endi yoshlarimizni ashtaq o'rlashtiryapmiz. Endi Tursunjon aka, shu bizning programmamiz oxirida o'zimizning millatimizga deydigan bir ikki so'zingiz, paringiz, gapingiz bordi. Niyatlaringiz bordi. Bo'p qoldi. Shu haqida o'zingiz bo'lishib etib ketsangiz, marhamat. Bizniki xalqimiz qarindoshlar bu ajdodlardan ajdodlarga kelayotgan kuyimchanlik, mehribonlik-ku. Shuni bolalardan bolalarga o'rgatsak, qush ugida nimani ko'rsa, ushqanda shuni qildi deydi. Yangi abayqa etib ketgan yoshlar to'g'riliq, undan keyin ko'p ajrashishlar, undaqlar bo'lib qoldi-ku. Shu ayelda ata, ana ikki yoqninki yaxshi tarbiya berib, bolalarni chidamli qilib o'sasa, meningki armnim shude, bolalar chidamliq hamma issiq so'qqa chidaydigan, tarbiya ko'rgan, cho'ni cho'ng, kichikni kichik deb yuradigan bolalardan bo'lsa, mening armanim shundaq bolalarni ko'rish. Rahmat sizga endi o'ylayman, yurtning ichidagi har bir oilaning masalasini yechib, shundaq ularga o'z yordamini tekkizib yurmak bu o'ng'ay ish emas. Shuning uchun shu xizmatingiz yo'lida sizga cho'ng ijodiy futuhlarni tilaymiz. Rahmat. Omon bo'ling. Rahmat. Sizning qishingizda yurgan akalarimiz, xalqimizning xizmatida yurgan akalarimiz omon bo'lsin. Rahmat sizga. Rahmat. Tinchomon bo'linglar. Rahmat. Hurmatli teletomoshabinlar, shundan bizning programmamiz o'z davomiga yetdi. Kelasi programmagacha omon, sog' salomat bo'laylik.